Shunday qizlar bor, butun internetni kovlab chiqsangiz ham ularning hatto bir dona rasmini ham topa olmaysiz. Nimaga? Ular xunukmi yoki rasmga tushishni bilmaydimi? Ishoning, ularning galereyasida bir-biridan chiroyli yuzlab rasmlar bor, lekin ijtimoiy tarmoqlarga hech qachon joylamaydi. Sababi ular ota-onasi va akalarining or-nomusini arzimagan layklar evaziga almashtirib qo'ymaydi. To'g'ri, bu gaplarimdan keyin ayrim qizlar mendan xafa bo'lib qolishi mumkin. Hurmatli qizlar, yaxshilab eshiting. Agarda ayrim isqirtlar nafsi uyg'ongan vaqt sizlarning rasmingizga qarab nimalar qilishini bilganingizda edi, o'z rasmlaringizni xuddi nomusingiz kabi asragan bo'lardingiz. Eslatma o'rnida yana bir narsani aytib ketay. Bonu Ikromovani butun O'zbekistonga sharmanda qilgan o'sha 18+ video ham sun'iy intellekt yordamida arzimagan bir dona rasm orqali yasalgan. E'tibor uchun rahmat. Bizni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman.